بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli ahli ilmlar, bugun sizlar bilan ajoyib bir matn o'qiymiz arab millati haqida. Demak, Alloh taolodan barchamizga manfaatli ilm so'ragan holda bugungi darsimizni boshlaymiz. ما لا تعرفه عن العرب. demak, arablar haqida siz bilmagan narsalar. هناك بعض الأمور التي تتعلق بالعرب وثقافتهم لا يعرفها كثير من الناس. demak, arablarga va ularning madaniyatiga tegishli bo'lgan ba'zi narsalar borki, bularni insonlarning ko'pchiligi bilishmaydi yoki insonlarning ko'pchiligi bundan bexabar. ومن هذه الأمور أن العرب يتنوعون في أشكالهم. ulardan biri shuki, arablar o'zlarining tashqi ko'rinishlarida farq qiladilar. وتختلف بعض ثقافتهم من بلد إلى الآخر. va ularning madaniyatlari ham bir shahardan boshqa shaharga ko'ra farqlanadi. وصفة العربية تعني أن الشخص يقيم في منطقة الوطن العربي. Arab atamasi shuni bildiradiki, inson ana shu mintaqaga, ya'ni arab mintaqasiga tegishli. ولغته الأم هي العربية. va uning ona tili arab tili hisoblanadi. فالشيء الثاني أنه ليس كل عربي مسلما. ikkinchi narsa esa, har bitta arab ham musulmon emas. فكثير من الناس يظنون أن كلمة عربي تعني أن الشخص مسلم. ko'pchilik insonlar o'ylashadiki, arab degani u musulmon degani deb o'ylashadi. وهذا غير صحيح. bu esa to'g'ri emas. فهناك أقليات في الدول العربية ليست مسلمة. demak, arab davlatlarida musulmon bo'lmagan kamchilik insonlar bor, ya'ni kamchilik qismi musulmon hisoblanmaydi. وربما هذا الظن بسبب أن غالبية السكان في دول العربية مسلمون. bu fikr, demak, bo'lishi mumkin. Arab davlatlaridagi insonlarning, ya'ni arab davlatlari aholisining ko'pchilik qismi musulmon bo'lganligi sababidan ushbu fikrga kelishgan bo'lishligi mumkin. وأيضا ليس كل العرب يتحدثون اللغة العربية الفصحى. shuningdek, har bitta arab, demak, rasmiy arab tilida gaplashmaydi. بل لكل بلد لهجة خاصة بها. aksincha, har bir davlatning o'ziga xos lahjasi, ya'ni shevasi bor. أما اللغة العربية الفصحى فهي اللغة الرسمية للبلاد. lekin arab adabiy tili barcha davlatlar uchun rasmiy til hisoblanadi. ويفهمها الجميع. va uni barcha tushunadi. لكن عند الحديث في الشارع فإنهم يتكلمون بلهجاتهم الخاصة. lekin ko'chalarda, ya'ni og'zaki uslubda ularning barchalari o'zlariga xos bo'lgan o'zlarining shivalarida gaplashishar ekan. وهي تسمى باللهجة العامية. va bu ommaviy shiva, ommaviy lahja deb ataladi. كما أن العرب لا يلبسون ملابس واحدة كالعباء وجلابية. bundan tashqari, demak, barcha arablar ham insonlar o'ylagandek bitta kiyim kiyishmaydi. Kal'abai, bu demak shu abaya ayollar uchun, jallabiya esa erkaklarni uzun liboslari, arablarga xos bo'lgan. Doimo ular shunaqa kiyinib yuradi degan tushunchamiz demak noto'g'ri ekan. Bal تتنوع ملابسهم مثل باقي الشعوب. aksincha, ularning kiyimlari ham boshqa xalqlarning, boshqa insonlarning kiyimlari kabi turlicha bo'ladi. فمنهم
من يلبس جلابية ومنهم من يلبس قميص والبندالة مع رابطة العنق. Demak, ulardan jallabiya kiyadiganlari ham bor arablar orasida va bo'yinbog' bilan kostyum shim kiyadiganlari ham bor ekan. والعرب يحبون المرح والفكاهة وبناء علاقات شخصية وصداقات خاصة مع من يعملون معهم. Demak, arablar ko'ngilxushlikni, xursandchilikni yaxshi ko'rishadi va o'zlari birgalikda ishlaydigan insonlar bilan shaxsiy aloqalarni va do'stlik aloqalarini, o'ziga xos do'stlik aloqalarini qurishni yaxshi ko'rishar ekan. لِيَشْعُرُوا مَعَهُمْ بِطُمَأْنِينَةٍ فِي الْعَمَلِ. Ish joyida ular bilan xotirjamlikni his qilish uchun. فَاكْسِبْ قَلْبَهُ أَوَّلًا ثُمَّ عَمَلْ. Avval qalbini zabt et, so'ng ishla degan qoidaga amal qilishar ekan. كما أن الطعام والشراب عند العرب له أهمية ثقافية كبرى. Ovqatlarga va ichimliklarga keladigan bo'lsak, bu narsa arablarning madaniyatida juda ham katta ahamiyatga ega ekan. فإذا كنت ضيفا ولم تتناول ما عندهم فهذا يشعرهم أنك لا تحبهم. Agar siz ularning huzurida mehmon bo'lsangiz, lekin ularni ovqatlaridan yemasangiz, bu ularga siz ularni yoqtirmaganligingizni anglatar ekan. Ularga shunday his qildirar ekan. أو لا تشعروا بالراحة لديهم. yoki ularni huzurida siz o'zingizni xotirjam his qilmayotganingizni anglatar ekan. Demak, bugungi matnimiz, arablar haqidagi matnimiz shundan iborat. O'ylaymizki, ushbu matndagi ma'lumotlar sizlar uchun manfaatli va qiziqarli bo'ldi. Keyingi darslarimizda ko'rishguncha, ila liqo, ma'assalama.